Zardusht munajjim, olim, rohib va avliyo bo'lgan. Yulduzlarni kuzatar ekan, u dunyoning yaralashi haqida bosh qotirardi. Haqiqat to'g'risida ko'p o'ylardi. Dunyo bo'ylab juda ko'p sayohat qilgan. Bir kun Zardusht Abagi daryosiga yetib bordi. Ammo uning narigi qirg'og'iga o'tishga qayiq yo'q edi. Zardusht yaratganga iltijo qilib duo o'qidi-da, daryo yuzasidan ko'prikdan o'tganday o'tib ketdi. Zardusht yo'l yurib, qishloqlarning birida Navro'z bayrami tantanasi ustidan chiqdi. Navro'z bu yangi kun degani. U bahorgi teng kunlikda, ya'ni 21-martdan boshlanadi. Navro'z bayrami qariyb 15 ming yil muqaddam so'nggi muz davrining avvalidan nishonlana boshlangan. Shunchalar qadimdan-a? Juda qadimdan. Zardusht Daiti daryosiga yetib keldi. Bu daryo juda keng va chuqur edi. Zardusht Tangriga iltijo qilib suvga tushdi. Suv uning to'piqlarini ko'mdi. Keyin tizzasiga, keyin esa beligacha yetdi. Birozdan keyin suv uning bo'ynigacha yetdi, ammo Zardusht cho'chimasdan olg'a yuraverdi. Zardusht narigi sohilga yetganida uning badani oltinday tovlanardi. Zardush buni Tangrining mo'jizasi deb tushundi. Uning 4 muchchasiga yetgan suv bu insonlarga 4 marta beriladigan ilm edi. Albatta insonlarga birinchi saboqni u Zardusht beradi. Zardusht yog'duni ko'rdi. Bu vahu ma'no, ya'ni barkamol tafakkur yog'dusi edi. Uning ovozini eshitdi. "Nima istaysan, Zardusht?" "Men Ahura Mazda Tangrisini ko'rishni istayman", dedi Zardusht. "Unday bo'lsa ko'zlaringni yum va qalbingga quloq sol." Zardusht ko'zlarini yumib yorug'likni ko'rdi. U Tangriga juda ko'p savollar berdi va barchasiga javob oldi. Ahura Mazda unga: "Odamlar orasiga qaytishingdan oldin sinovdan o'tishing shart. Mana bu otash tog'ini yorib o't. Agar qalbing va tafakkuring pok bo'lsa, omon qolasan va insonlarga haqiqat bilimini yetkazasan." Bilasanmi, haqiqatan ham Chimto'rga otash tog'i bor. Balki shu tog' haqida gapirayotgandir. Keyin nima bo'ldi? Tangri unga: "Sen insonlarga adolat va jaholat to'g'risidagi haqiqatni yetkaz. Insonlar kimga xizmat qilishlarini o'zlari hal qilishsin. Ajdodlarini unutmasinlar va faqat haqiqatni gapirsinlar. Ota-onalarini hurmat qilsinlar, o'zlari va fikrlarini pok saqlasinlar, yer, suv va olovni asrasinlar. Kimda kim jaholatni tanlasa, ahrimanga xizmat qilib, zulmatning quliga aylanajak." Keyin Ahura Mazda o'z ramzi olovni Zardushtga berdi. Zardusht ota-onasi yoniga qaytadi va urushlarni, zo'ravonlik va talonchilikni to'xtatinglar. Axir barcha insonlar teng-ku. Har bir inson o'z mehnati bilan kun ko'rsin. Mana Tangrining panohiga eltuvchi yo'l, deydi. Ammo qohillar Zardushning ezgulik va jaholat haqidagi ilmini qabul qilishga tayyor emas edilar. Zardusht ona yerini tashlab jahongashtalikka ketdi.
Ha, ko'p yurgan avliyo deb bekor aytmaganlar. Zardusht yurib Vishtas podshohining qarorgohiga kelib qoladi. Bu podshoh Zardusht haqida juda ko'p eshitgandi. Vishtas barcha ulamolarni chorladi va munozara o'tkazdi. Zardusht o'z ilmi va atroflicha olgan bilimining chuqurligi bilan barchani lol qoldirdi. Podshoh va uning ayollari Zardushtning xayrli diniga qiziqib qoldilar, lekin jaholat kurashmoqda edi. Axir Zardusht o'z dini bilan insonlar qalbiga yorug'lik olib kirmoqda edi. Ulamolar orasida ham Ahrimanning malaylari bor edi. Ular kalitga bora berib, Zardushtning xobxonasiga jodugarlik belgisi bo'lgan narsalarni tashlab qo'ydilar. Keyin podshohga arz qildilar. Bizning yangi payg'ambarimiz yolg'onchi va jodugar. Uni xobxonasida tintuv o'tkazishga ruxsat bering. Zardushtning xobxonasidan hayvon tirnoqlari, jun va hayvonlarning o'ligini topdilar. Vishtas g'azablandi. Unga Zardusht tabassum bilan ishonma, bu yovuz kishilarning ishi, sen kalitdordan so'ra dedi. Kalitdor esa men xobxonalarni qo'riqlab o'tiribman, u yerga hech kim kirgani yo'q dedi. Zardushtni zindonband etdilar. Tangri bunday beadablikka yo'l qo'ydimi? Shoshilma bo'tam, sen davomini eshit. Podshoh Vishtasning sevimli oti bor edi. Kutilmaganda u kasal bo'lib yotib qoldi. Ko'plab tabiblar uni davolashga urinishdi, ammo foydasi bo'lmadi. Zardushtni podshoh huzuriga keltirganlarida u, agarda sen 4 ta shartimni bajarsang, men otingni davolayman dedi. Sharting 40 ta bo'lsa ham roziman, faqat yordam ber dedi podshoh. Yangi qonun asosida yashashga, faqat yaxshilik haqida o'ylash, yaxshi ish qilish va yurtni odillik bilan boshqarishga so'z ber dedi Zardusht. So'z beraman dedi podshoh. Otning bir oyog'iga jon kirdi. Ikkinchi shart, o'g'ling ham shunday so'z bersin. Shahzoda ham so'z berdi. Otning ikkinchi oyog'iga ham jon kirdi. Uchinchi shartim, rafiqang ayollar orasida adolat qonunini o'rnatsin. Ayollar pok, vafodor va sadoqatli bo'lsinlar. Ezgulik haqida fikr yuritsinlar, yaxshilikka xizmat qilsinlar. O'z farzandlarini urg'aklikdan ezgulikka o'rgatsinlar. Podshohning xotini so'z beraman degan zahoti otning 3-chi oyog'iga jon kirdi. So'nggi shartim, kalitdorni so'roq qil. Ammo bilib qo'y, agar u yana yolg'on gapirsa, oting bir umrga mayib bo'lib qoladi. Kalitdorni qat'iy so'roqqa tutdilar. U o'z aybiga iqror bo'ldi va ot oyoqqa turdi. Ana shu kundan boshlab Vishtas Zardusht ta'limotini tan oldi. Barcha ezgulik qonuniyati asosida yashab, yangi dinni qabul qildilar. Hamma Zardushtni tan oldimi?
soddasan-da bolam. Axir dunyoda hamma bir xil emas-ku. Bir kuni Zardoshning huzuriga bir donishmand bahslashgani keldi. Men o'nlab yillar sahroda odamzoddan yiroqda yolg'iz o'zim barcha kunlarimni ibodatda o'tkazdim. Men avliyoman, men Xudoga sendan ko'ra yaqinroqman deya da'vo qildi. Zardusht unga daraxt ekib o'stirgan oddiy kishi sendan ko'ra Xudoga yaqinroqdir. Tinimsiz qilingan ibodatlardan ko'ra non yopib insonlarni to'yg'izgan nonvoy, bemorga yordam bergan tabib, shogirdlarga yaxshilikdan saboq bergan ustozning xizmati Xudo nazdida qadrliroqdir. Sen umringni behuda o'tkazibsan. Zardusht afsonaviy shaxs edi. Dono, munajjim, olim va rohib. U qanday vafot etgan? Uning vafoti haqida bir qancha rivoyatlar mavjud. Ulardan birida Zardoshni ibodatxonada o'ldirganlar. Qoltinni esa bulutsiz osmondan tushgan yashin kuydirib yuborgan deyiladi. Zardusht insoniyatga yagona to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. Bu ezgulik, mehr-oqibat va haqiqat yo'lidir. Zardusht ezgu niyat, ezgu so'z, ezgu ish degan qonun asosida yashashga chorlagan. Zardusht Tangridan eshitganlarini gatalar, ya'ni madhiyalar orqali insonlarga yetkazdi. Ulamolar esa bularning barchasini buyuk kitobga bitdilar. Uning nomi Avesta.